inson dunyoga kelar ekan, unga berilgan ne'matlar borligini doim his eta bilishi lozim. Bular betakror tabiat manzaralari, tinch mahalla va obod xonadon tushunchalari hisoblanadi. Mamlakatimizning istiqlol yillaridagi izchil taraqqiyot ulkan bunyodkorlik ishlariga zamin yaratdi. Albatta bu ijobiy harakatlar yurtdoshlarimizga xos bo'lgan an'anaga aylanib kelgan ulug' qadriyat hisoblanadi. Barchamiz yaxshi bilamiz, mahalla azaldan qadriyatlar beshigi hisoblanadi. Insonlar mahallada dunyoga keladi va ulg'ayadi. Hamda shaxs sifatida shakllanishida ham mahallaning o'rni katta hisoblanadi. Mahallaning obodligi esa bu davlatning va jamiyatning obodligi bilan o'lchanadi. Aytish kerakki, ajdodlarimiz qadimdan obod etishga, milliyligimiz ufurib turgan inshootlarni barpo etishga intilib kelganlar. Bugungi kunga kelib ham inson manfaatini ta'minlash, odamlarga barcha qulaylik yaratishga qaratilgan e'tiborni biz har qadamda kuzatishimiz mumkin. Bularga misol sifatida biz bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi Qiziltog' shaharchasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarini sizlarga namoyish etamiz. Qiziltog' shaharchasi Toshkent shahri markazidan qariyb 50 kilometr uzoqlikda joylashgan mazkur hudud bundan bir necha yillar avval birozgina e'tibordan chetda qolgan va qarovsiz hududlardan biri edi. Ayni kunlarga kelib ushbu hudud ham butunlay yangicha qiyofa kasb etib, zamonaviy shaharsozlik markaziga aylanib bormoqda. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Va azizlar, ko'rib turganingizdek biz Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi Qiziltog' shaharchasining madaniyat markazi yonida turibmiz. Va albatta ko'rsatuvimizdan uzoqlashmang, sababi biz dasturimiz davomida Qiziltog'ning yangicha qiyofasini sizlarga taqdim etamiz. ...2022 yil nihoyatda ko'zga ko'rinadigan o'zgarishlar bo'lib ketdi. Hech kim o'ylamagandi bunaqada, tasavvurga ham ega emasdik, shu darajada bo'ladi deb o'zimiz ham ishonmasdik. Naki 30 yil, 40 yil davrida bironta ko'chalarimiz asfalt qilinmagan, domlarimiz qarovsiz shunaqa yotardi. Shu yangi uylar, domlar qurish ham rejada bor. Xudo xolasa hammasi asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich hammasi davom etilyapti. Yangi bog'chalar, yangi maktablar, bolalar maydonchalari, qulaylik sharoitlar yaratilib ketyapti. Albatta, respublikamizning barcha hududlarida bo'layotgan o'zgarishlar kabi qiziltog'liklar ham zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan bunyodkorlik ishlaridan bebahra qolmadi. Bu yerda yangidan qad ko'targan madaniyat markazi deysizmi yoki bolajonlarimiz uchun barcha qulayliklarga ega maktabgacha ta'lim tashkiloti deysizmi yoxud bolalar o'yingohi, yangi maktab deysizmi, bularning barchasi endi Qiziltog' aholisining quvonchiga quvonch qo'shayotgani rost. Qo'rg'onchamizda 30 yildan ortiq yashab kelyapman. Qo'rg'onchamiz oldin ozgina e'tiborsiz qolgan edi. Hozirgi kunda esa juda ham chiroyli bo'ldi. Yo'llarimiz ravon, atrofimiz chiroyli, ko'rsangiz bahri dilingiz ochiladi. Juda ham chiroyli. Qiziltog'
Qo'rg'onchamizda yashayotgan insonlar bularni ko'rib yaxshi kayfiyat bilan yashayapti. Madaniyat uyimizni qarang, atrofiga boqing, juda ham chiroyli. Maktablar ta'minlashdan chiqdi, juda ham chiroyli bo'lib o'zgardi. Yangi bog'chalar qurilyapti, eski bog'chalar ham ta'minlandi. Bolalar uchun madaniyat saroylari qurildi. Mana musiqa maktabimizga bir qarang, juda ham chiroyli. Bolalarimiz mana shu yerda o'qib, o'zini madaniyatini oshiryapti. Qo'rg'onchamizda yashayotganlarning kayfiyati juda ham yaxshi. Ayniqsa shanba, yakshanba kunlarini intizorlik bilan kutadi. Shahardan san'atkorlar kelib, bu yerda konsertlar qo'yib beryapti. Bundan biz nuroniylar ham juda ham xursandmiz, chunki yaxshi dam olyapmiz. Bolalarimiz oldin maktabga borayotganda loylarga botib, shu tarzda borardi. Hozir esa ular uchun alohida yo'laklar qurilgan, bemalol hech ham bolalarni xotirjam maktabga yuboryapti ota-onalar ham. Bolalar borgan maktablarga borsangiz, ko'rsangiz bahri dilingiz ochiladi. Chunki sinflar yorug', hamma sharoitlar bor. Shahardan kamchiligimiz yo'q. Albatta bular hammasini zamirida yurtimizni tinchligi, obodligi, prezidentimizni to'g'ri ish olib borayotganligidan deb bilaman albatta. Mana shu qilingan ishlarni bolalar bilan birgalikda asrab avaylashimiz kerak. Agar biz aniq misollarga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent viloyatining Parkent tumani Qiziltog' shaharchasi o'tgan 2022 va 2023-yillarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmalarini yanada yaxshilash uchun qariyb 53,2 milliard so'm mablag'lar evaziga yangicha qiyofaga ega bo'ldi. Jumladan 7 ta ijtimoiy soha obyektlariga qurilish, rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi. Bundan tashqari 11,8 milliard so'm mablag'lar evaziga shaharchadagi Chotqol madaniyat markazi kapital ta'mirdan chiqarilib, turli cholg'u asbob uskunalari ham yoshlar ixtiyoriga topshirildi. Endi bu yerda hududning o'g'il-qizlari turli to'garaklar va dam olish konsertlari uchun yig'ilib, vaqtlarini chog' o'tkazishmoqda. Parkent tumani Krasnogor shaharchasida joylashgan 37-son Chotqol madaniyat markazimiz 1958-yil o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, shu kunga qadar biron marta kapital ta'mirlanmagan. 2022-yil yurtboshimiz tashabbusi bilan Chotqol madaniyat markazimiz kapital ta'mirlandi. Hozirgi kunda Chotqol madaniyat markazimizda 5 ta yo'nalish bo'yicha to'garaklarimiz o'z faoliyatlarini olib borishadi. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz qatnovi juda ham ko'p. Har hafta ko'ngilochar konsert dasturlarimiz bo'lib, aholini bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishda tomoshalarimiz aholimizga havola etilib kelinmoqda. Avvallari markazimiz xonalari juda ham sovuq edi, o'quvchilarimizga noqulayliklar tug'dirilardi. Hozir mana ko'rib turganingizdek, har bir xonamizda isitgich, konditsioner, hamma sharoitlari go'zal darajada. O'quvchilarimiz mazza qilib dars o'tib, ustozlardan saboqlar olib yurishibdi. Albatta, insonlarning yashash tarziga qarab, ularning orzu-umidlari va maqsadlari ham o'zgarib boraveradi. Bugun Krasnogorsk shaharchasidagi 8 million so'm mablag'lar evaziga istirohat bog'ining zamonaviy ko'rinishga keltirilganligi ham baxtli bolalik damlarida jajji kichkintoylarimiz uchun munosib sovg'a bo'lganligidan darak beradi. Ayni kunlarda hududda 23 ta ko'p qavatli uy-joylarning fasad qismi, 9 ta uyning tom qismi hamda 92 ta kirish yo'laklari ta'mirlanib, 2 ta bolalar maydonchasi tashkil etildi va mahalla yoshlarining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun topshirildi. Aytish lozimki, 2 yil mobaynida shaharchaning infratuzilma obyektlarini yaxshilash uchun 22,5 milliard so'm mablag'lar sarflanib, shundan 7 kilometr umum foydalanuvdagi ichki yo'llarda ta'mirlash, 4,8 kilometr piyodalar yo'laklarini qurish va 7,2 kilometr oqova suv latoklari va bordiyorlar o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Albatta, bu ezgu ishlar Qiziltog' shaharchasi aholisining turmush farovonligini yaxshilash uchun amalga oshirildi. 2001-yilga qadar prezidentimizning uzoq hududlari yaqin hududlarga qo'shish yuzasidan chiqargan qarorlariga asosan Qiziltog' qo'rg'onimiz Parkent tumaniga qo'shildi. Ungacha 2001-yilgacha shaharchamiz Angren shahriga qarashli bo'lgan. Hududimiz 110 kilometr uzoqlikda bo'lganligi uchun shaharchamiz ancha nazardan chetda qolgan edi. Parkent tumaniga o'tganimizdan buyon shaharchamizda misli ko'rilmagan o'zgarishlar bo'ldi. Jumladan Fayzobod mahallasini o'zida 9 kilometrga yaqin mavjud ko'chalarimiz, yo'llarimiz bor.
Bu yo'llarimizni 95% ta'mirlandi. Piyodalar yo'lakchasi to'liq ta'mirdan chiqarilmoqda hozirgi kunda. Buni hammasi aholimiz uchun juda chiroyli qulayliklar, sharoitlar yaratib berilmoqda. Bundan tashqari birgina mahallamiz o'zida Parkent tumani 55-sonli maktabi to'liq rekonstruksiyadan chiqarilmoqda. Uni yoniga yangi 300 o'rinli bino qo'shib qaytadan tiklanmoqda. 25-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ishga tushirilmoqda. Eng yaxshi tomoni bog'chaga 30 dan oshiq yangi ishchi o'rinlari yaratildi. Bu ishchi o'rinlariga asosan o'zimizning Fayzobod mahallamizdagi mutaxassislikka ega bo'lgan ishsiz kadrlarimiz ishga olindi. Bundan aholimiz juda ham xursand. Shaharchamizdagi 4 ta mahalla, yana qo'shni mahallalardan bolalar 120 ta qamrab olinmagan bolalar bog'chaga qamrab olindi. Aholimiz bunaqa o'zgarishlardan juda ham mamnun. Birgina 2024-2025 yillarda Qiziltog' shaharchasida infratuzilma obyektlarini ta'mirlash uchun 166,6 million so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, shundan 28 kilometr ichki va umum foydalanuvdagi yo'llarni va bitta ko'prikni ta'mirlash hamda tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun esa 38,3 milliard so'm ajratilgan. Mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish va yoshlarimizni har qachongidan ham bilimli va yetuk bo'lib voyaga yetishishi uchun har doim tinimsiz izlanishlar olib borilmoqda. Albatta, bunday ijobiy ishlar Qiziltog' hududida ham amalga oshirilgan bo'lib, xususan 5 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari va bitta yangi 120 o'rinli bog'chada 18,4 milliard so'm miqdorda mablag' ajratilgan bo'lib, qachonlardir sovuq va qulay sharoitga ega bo'lmagan sinfxonalar o'rnini endilikda keng shinam xonalar va zamonaviy texnologiyalar hamda butunlay yangi qiyofaga ega bo'lgan bog'chalar egallamoqda. 25-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 120 o'rindan iborat bo'lib, hozirgi kun talablariga juda mos ravishda qurib bitkazildi. Hamma shart-sharoitlar mavjud. Bolalar bilimli bo'lishlari uchun qulayliklar mavjud. Bundan tashqari to'garaklar tashkil qilinmoqda. Ingliz tili, rus tili to'garaklari tashkil qilinadi va bolalar uchun barcha shart-sharoitlar yetarli. Mana misol uchun bolalarni sog'lomlashtirishimiz uchun zamonaviy ko'rinishda bo'lgan bolalar o'yingohi bor, mana suv havzalari mavjud. Undan tashqari bolalarni sog'lom ovqatlantirishimiz uchun ovqatlanish xonasi juda hozirgi zamon talablariga juda mos ravishda. Qilinayotgan ishlarning barchasi shu bolalarimizni sog'lom, bilimli, kelajakda bir kasb egalari bo'lib yetish uchun harakat qilmoqdamiz. Albatta, mustahkam sog'lik kelajak poydevori hisoblanadi. Krasnogorsk shaharchasidagi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar bo'limini mukammal ta'mirlash maqsadida ham jiddiy ijobiy ishlar amalga oshirilgan bo'lib, unda 7 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan va bu ijobiy ishlarning natijasida hudud aholisining sog'ligi mustahkamlanib, malakali shifokorlardan kerakli tavsiyalarni olish imkoniyatini beradi. Shuningdek, shaharchadagi 1-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi binosida 2 va 3 bloklarni rekonstruksiya qilish maqsadida 1,8 million so'm mablag'lar yo'naltirilganligi esa yoshlarning bepul ta'lim olishlari doim davlatimiz e'tiborida ekanligidan dalolat beradi. Hattoki yangi binolarda faoliyat yuritayotgan pedagoglar ham bundan juda mamnun ekanliklarini bildirib o'tdilar. Bizning Krasnogor shaharchamizda 1962-yilda
tashkil qilingan qurilgan maktabimizda 2021-yili qayta rekonstruksiyadan o'tkazib, chiroyli binolari maktabimizni qurib berishdilar. Zamonaviy imkoniyatga ega bo'lgan, o'quvchilarimiz juda ham havas qilib o'qiydigan maktab. Imkoniyatlari juda ham keng. Mana men matematika informatika o'qituvchisiman. Hozirgi xonamdagi informatika jihozlari hammasi yetarli. Endi shu imkoniyatlarga yarasha bizning oliy toifali o'qituvchilarimiz bor. Milliy sertifikatga ega bo'lgan, xalqaro sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz juda ham ko'p. Shunga yarasha o'zimizning o'quvchilarimiz ham xalqaro va AIL sertifikatlarga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz bor. Biz juda ham xursandmiz shunday zamonaviy maktablarda ishlab kelayotganimizga. O'quvchilarimiz ham shunga yarasha juda ham harakatda, olimpiadalarda yuqori natijalar erishib kelmoqda. Oldinlari eski, oldingi remont qilinmagan, partalarimiz siniq holatda edi. Biz ham o'zimiz ham bolalarga bilim berish uchun juda ham harakat qilardik. Zamonaviy kompyuterlarimiz yo'q edi. Misol uchun zamonaviy imkoniyatli elektron doskalarimiz yo'q edi. Xonalarimiz isimas edi. Hozirgi mana qayta rekonstruksiyadan o'tgandan keyin xonalarimiz isyapti. Elektron doskalarimiz hamma xonamizda juda ham yaxshi imkoniyatlarga ega. Aytish o'rinliki, ayni kunlarda aholini ish bilan ta'minlash dolzarb masalaga aylangan. Ushbu tadbirlarni olib borish uchun esa hududlarda turli monomarkazlar barpo etilyapti. Qiziltog' hududidagi ishga marhamat kasbga tayyorlash mikromarkazi hamda kutubxona tashkil etish uchun 5,2 million so'm miqdorda ajratilganligi ham hududda istiqomat qilayotgan ishsiz yurtdoshlarimizning muammolariga yechim bo'ladi. Qiziltog' shaharchamizda oxirgi yillarda bunyodkorlik ishlari qizg'in davom etmoqda. Hozirgi kunda mana shaharchamizda bunyod etilgan madaniyat uylari, maktablar, bog'chalar, yo'l, mana suv inshootlari tubdan yangilanib bormoqda va qishloqlarni bir-biriga bog'lovchi ko'priklar yangilanib, hozirgi kunda shahar markazlaridan qolishmayapti qurilishlarimiz. Hozirgi kunda shaharchamizda 11 kilometrdan oshiq suv inshootlari yangilandi. 20 kilometrdan oshiq asfaltlar yangilandi yo'llarimiz. Markaziy ko'chalarimiz tungi chiroqlari yangilanib, hozirgi kunda quyosh panellari bilan yoritiladigan chiroqlar o'rnatildi. Yana kelajakda rejalashtirilgan qurilishlarimiz mana Toshkent viloyati bo'yicha yagona monomarkaz, o'quv markazi qurilishi rejalashtirilgan. O'quv markazlari ham qurilishlari bitgandan keyin shu fuqarolarimizni o'zini yo'nalishlari bo'yicha o'qitib, qiziqqan kasblarga yo'naltirib ish bilan ta'minlaymiz. Bundan bir necha yil avval shaharchamizni ko'chalarida yurib bo'lmasida juda chang, to'zon, piyodalar yo'lakchilari yo'qligi, keyin suv tanqisligi kuzatilardi. Bugungi kunga kelib mana muammolar hal etilib boryapti. Albatta, mamlakatimizning har bir nuqtasida amalga oshirilayotgan barcha yaratuvchanlik g'oyalarining tag zamirida birgina maqsad mujassam. Bu ham bo'lsa, insonlarga qulay sharoit muhitini yaratish, ularning turmush farovonligini mustahkamlashdan iboratdir. Mana bizning ko'p qavatli domlarimizda bunaqa o'yingohlarimiz yo'q edi. Mana o'tgan yili o'yingoh qurib berdi, rahmat katta. Mana o'zgarishlar ko'p. Mana bolalarimiz maza qilib o'ynashyapti, mana kayfiyatlari yaxshi. Inson qachon baxtli bo'ladi, qachonki oilasi tinch va xonadoni obod bo'lsagina, u o'zini yanada baxtiyor sezadi. Aziz muxlislar, bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvimiz davomida yurtdoshlarimiz hayotidan qisqacha hikoyalarni sizga taqdim etdik. Shuning bilan ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.